Barcha Rossiyaga ketaman degan aka-ukalarimiz diqqatiga. Hozir bizlar o'quv markaziga keldik. Bu o'quv markazidan do'stlar rus tili imtihonidan o'tib, rus tilini o'rganib, sertifikatlaringni qo'llaringga olib, siz bemalol Rossiyaga ketishingiz mumkin. Endi Rossiyaga ketadiganlar juda ham ko'p aka. Bu yerda 20 yoshlardan 50 yoshgacha aka-ukalarimiz butun 12 ta viloyatdan kelib o'rganayotgan ekan. Necha kunga olyapti sertifikatni? Bir kun, 2 kun o'quv markazimizda o'qishadi, 3-kun ekzamenga kirishadi va o'sha kun sertifikatni olishadi. Ya'ni Rossiyaga borganlar ko'pchiligi imtihondan o'ta olmayapti. O'sha uchun sizlar ham mana shu yerdan o'qib, o'rganib, qo'llaringga tayyor sertifikat bilan Rossiyaga borib bemalol patent olishlaring mumkin, to'g'rimi? Sizlarga qulayligi yaxshimi? O'qiyapsizlarmi? Chunki Rossiyaga imtihonga topshirsalar hech kim sizlarga o'rgatmaydi. Bu yerda sizlarga o'qib, o'rgatib, qo'llaringga tayyor sertifikatni berib jo'natishadi. Omadlaringni bersin va aka-ukalarimiz bemalol Toshkentda o'zida mana shu ushbu raqamlarga telefon qilib, o'quv markazlariga kelib 2-3 kunga o'qib, o'rganib, qo'llaringga tayyor hujjatlaring bilan keyin Rossiyaga ketsalaring bo'ladi. Aka, sizga omad. Bolalarni yaxshi o'qiting.